Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Odamlar iymon keltirdik deyishlari ila sinalmay tark etilishlarini o'ylaydilarmi? Va batahqiq biz ulardan oldingilarni ham sinovdan o'tkazganmiz. Bas Alloh albatta sodiq bo'lganlarni ham bilajak, yolg'onchilarni ham bilajak. Yoki yomonliklarni qiladiganlar bizdan qochib qutulishni o'ylaydilarmi? Qilayotgan hukmlari naqadar yomon. Kim Allohga ro'baro bo'lishdan umidvor bo'lsa, albatta Allohning muddati keluvchidir. U o'ta eshituvchidir, o'ta biluvchidir. Kim ijtihod qilsa, bas albatta o'z foydasi uchun ijtihod qilur. Albatta Alloh barcha olamlardan behojatdir. Iymon keltirib, yaxshi amallar qilganlarning yomonliklarini ulardan albatta o'chirurmiz va ularni qilgan amallarining eng yaxshisi ila mukofotlarmiz. Va insonga ota-onasiga yaxshilik qilishni tavsiya etdik. Agar ular sening o'zing bilmagan narsani menga shirk keltirishing uchun ijtihod qilsalar, bas ularga itoat qilma. Qaytishlaringiz mengadir, bas sizlarga qilgan narsalaringizning xabarini berurman. Iymon keltirib, yaxshi amallar qilganlarni solihlarga kiriturmiz. Va odamlardan Allohga iymon keltirdik deydigan, so'ngra Allohning yo'lida ozorlansa, odamlarning fitnasini Allohning azobidek qabul qiladiganlar ham bor. Agar Robbing tomonidan nusrat kelsa, ular albatta biz siz bilan birga edik derlar. Alloh olamlarning ko'kslaridagi narsalarni yaxshi biluvchi emasmi? Albatta Alloh iymon keltirganlarni ham yaxshi bilur, munofiqlarni ham yaxshi bilur. Va kufr keltirganlar iymon keltirganlarga bizning yo'limizga ergashinglar, xatolaringizni biz ko'taraylik derlar. Holbuki ular alarning xatolaridan hech bir narsani ko'taruvchi emaslar. Albatta ular yolg'onchilardir. Albatta ular o'z yuklarini ham, u yuklari bilan birga boshqa yuklarni ham ko'tarurlar. Albatta qiyomat kuni uydirib yurgan narsalari haqida so'ralurlar. Va batahqiq biz Nuhni qavmiga rasul qilib yubordik. Bas u ular ichida 50 yili kam 1000 yil turdi. So'ngra ularni zolim bo'lgan hollarida to'fon oldi. Bas biz u Nuhga va kema sohiblariga najot berdik va u kemani olamlarga oyat belgi qildik. Va Ibrohimni ham rasul qilib yubordik. O'shanda u o'z qavmiga dedi: Allohga ibodat qilinglar va unga taqvo qilinglar. Agar bilsangiz, mana shu o'zingiz uchun yaxshidir. Albatta sizlar Allohni qo'yib butlarga ibodat qilmoqdasiz va uydirmalar to'qimoqdasiz, xolos. Albatta Allohdan o'zga ibodat qilayotgan narsalaringiz sizga rizq berishga molik emaslar. Rizqni Allohning huzuridan istanglar. Unga ibodat va shukr qilinglar. Ungagina qaytarilursiz. Agar sizlar yolg'onchiga chiqarsangiz, bas sizdan oldingi ummatlar ham yolg'onchiga chiqarganlar. Rasulning zimmasida ochiq oydin yetkazish xolos. Alloh mahluqotni avval boshdan qanday yaratishini,
So'ngra uni yana qayta yaratishini ko'rmadilarmi? Albatta, bu Alloh uchun osondir. Sen yer yuzida yurib, u zot maxluqotlarni qanday yarata boshlaganiga nazar solinglar. So'ngra Alloh oxirat hayotini paydo qilur. Albatta, Alloh har bir narsaga o'ta qodirdir deb ayt. Kimni xohlasa azoblaydir, kimni xohlasa rahm qiladir, ungagina qaytarilursizlar. Siz na yerda va na ko'kda ojiz qoldiruvchi emassiz. Sizga Allohdan o'zga do'st ham, yordamchi ham bo'lmas. Allohning oyatlariga va unga ro'bara bo'lishga kufr keltirganlar, ana o'shalar mening rahmatimdan noumid bo'ldilar. Ana o'shalarga alamli azob bor. Qavmining javobi: uni qatl qilinglar yoki o'tda kuydiringlar deyishlaridan boshqa bo'lmadi. Bas Alloh unga, Ibrohimga, olovdan najot berdi. Albatta bunda iymon keltirgan qavmlar uchun oyat belgilar bordir. U sizlar albatta dunyo hayotidagi o'zaro do'stligingiz uchun Allohni qo'yib, butlarni tutdingiz. So'ngra qiyomat kuni ba'zingiz ba'zingizga kufr keltirursiz va ba'zingiz ba'zingizni la'natlarsiz va joyingiz olovdir. Hamda sizga nusrat beruvchilar bo'lmas, dedi. Bas unga Lut iymon keltirdi va albatta men Robbimga hijrat qiluvchiman. Albatta u zot o'ta izzatlidir, o'ta hikmatlidir, dedi. Biz unga Ishoqni va Yaqubni hadya etdik va nubuvvat hamda kitobning uning zurriyotida qildik. Unga dunyoda ajrini berdik. Albatta u oxiratda solihlardandir. Va Lutni ham yubordik. O'shanda u o'z qavmiga: albatta siz o'zingizdan oldin o'tgan olamlardan hech kim qilmagan faxsh ishni qilmoqdasiz. Sizlar erkaklarga yaqinlik qilib, yo'lni kesasizmi va yig'inlaringizda munkar ish qilasizmi? Dedi. Uning qavmining javobi: agar rostgo'ylardan bo'lsang, bizga Allohning azobini keltir deyishdan boshqa bo'lmadi. U: Robbim, menga buzg'unchi qavmlarga qarshi o'zing nusrat ber, dedi. Bizning elchilarimiz Ibrohimga xushxabarni keltirganlarida: albatta biz ushbu shahar ahlini halok qiluvchidirmiz. Albatta uning ahli zulm qiluvchilardan bo'ldilar, dedilar. U: unda Lut bor-ku, dedi. Ular: biz unda kim borligini yaxshi bilurmiz. Biz albatta unga va uning ahliga najot berurmiz. Uning azobda qoluvchilardan bo'lgan xotini mustasno, dedilar. Elchilarimiz Lutga kelganlarida ular sababli yomon holga tushdi va qo'l oyog'i bo'shashdi. Ular dedilar: sen xavfsirama va mahzun ham bo'lma. Albatta biz seni va ahlikni qutqaruvchilarmiz. Xotining mustasno, u azobda qoluvchilardandir. Albatta biz fosiqlik qilganlari tufayli ushbu shahar aholisi boshiga osmondan qaqshatqich azob tushiruvchimiz. Batahqiq biz undan aql yurituvchi qavmlar uchun ochiq oydin oyat belgilar qoldirganmiz. Va Madyanga birodarlari Shuaybni yubordik. Bas u: ey qavmim, Allohga ibodat qiling, oxirat kunidan umidvor bo'ling va yer yuzida yomonlikda haddan oshib buzg'unchilardan bo'lmang, dedi. Bas uni yolg'onchiga chiqardilar. Shunda ularni bir shiddatli zilzila tutdi va diyorlarida muk tushib
qoldilar. Va Ad va Samudni ham halok etdik. Batahqiq bu sizga ularning maskanlaridan ayon bo'lib turibdi. Shayton ularga amallarini chiroyli ko'rsatib, ularni yo'ldan to'sdi. Holbuki ular ko'rib, bilib turuvchi edilar. Qorun, Fir'aun va Homonlarni ham halok qildik. Batahqiq Musa ularga ochiq oydin hujjatlar keltirdi. Bas ular yer yuzida mutakabbirlik qildilar va qochib qutuluvchi bo'lmadilar. Ularni har birini gunohi tufayli tutdik. Bas ulardan ba'zilarining ustiga tosh yog'dirdik. Ba'zilarini qichqiriq ushladi. Ba'zilarini yerga yuttirdik va ba'zilarini g'arq qildik. Alloh ularga zulm etuvchi bo'lmadi, lekin ular o'zlariga zulm etdilar. Allohni qo'yib, o'zga valiylar tutganlarning misoli o'ziga uy tutgan o'rgamchakka o'xshaydir. Holbuki eng zaif uy o'rgamchakning uyasidir. Koshki bilsalar edi. Albatta, Alloh o'zidan boshqa nimaga duo qilayotganlarini yaxshi biladir. U o'ta izzatlidir, o'ta hikmatlidir. Ushbu misollarni biz odamlar uchun keltirurmiz. Lekin ularga faqat olimlarning aqli yetar. Alloh osmonlar va yerni haq ila yaratgandir. Albatta, bunda mo'minlar uchun oyat, belgi bordir. Senga kitobdan vahiy qilingan narsani tilovat qil va namozni to'kis ado et. Albatta, namoz fahsh va munkardan qaytarur. Albatta, Allohning zikri ulug'dir. Alloh nima qilayotganingizni bilur. Sizlar ahli kitoblarning zulm qilganlaridan boshqalari bilan faqat yaxshi uslubda mujodala etinglar va biz o'zimizga nozil qilingan va sizga nozil qilingan narsaga iymon keltirdik. Bizning ilohimiz va sizning ilohingiz birdir va biz unga bo'ysunuvchimiz denglar. Ana shunday qilib senga ham kitob nozil qildik. Bas biz kitob bergan kimsalar unga iymon keltirurlar. Ana ulardan ham unga iymon keltiradiganlari bor. Bizning oyatlarimizni faqat kofirlargina inkor eturlar. Undan oldin hech bir kitobni tilovat qilmas eding va qo'ling bilan xat yozmas eding. Agar shunday bo'lganida botil ahllari shubhaga tushgan bo'lur edilar. Yo'q, u Qur'on ilm berilganlar ko'ksidagi ochiq oydin oyatlardir. Bizning oyatlarimizni zolimlardan boshqa hech kim inkor qilmas. Va ular unga Robbidan mo'jizalar nozil qilinsa edi dedilar. Sen mo'jizalar yolg'iz Allohning huzuridadir. Men esa faqat ochiq oydin ogohlantiruvchiman, xolos degin. Ularga bizning senga o'zlari uchun tilovat qilinayotgan ushbu kitobni nozil etganimiz kifoya qilmasmi? Albatta, bunda iymon keltiradigan qavmlar uchun rahmat va eslatma bordir. Siz bilan mening oramizda guvohlikka Allohning o'zi kifoyadir. U osmonlar va yerdagi narsani bilur. Botilga iymon keltirib, Allohga kufr keltirganlar ana o'shalar ziyon ko'ruvchilardir deb ayt. Ular sendan azobni tezlashtirishni talab qilurlar. Agar belgilangan muddat bo'lmaganida ularga albatta azob kelgan bo'lur edi. Albatta u ularga to'satdan ular sezmagan holda kelur.
Ular sendan azobni tezlashtirishni talab qilurlar. Holbuki jahannam hech shubhasiz kofirlarni o'rab turuvchidir. U kunda azob ularni ustilaridan va oyoqlari ostidan o'rab olur va u zot qilib yurgan amallaringiz jazosini toting deb aytur. Ey iymon keltirgan bandalarim, albatta mening yerim kengdir, bas mengagina ibodat qilinglar. Har bir jon o'limni totajakdir, so'ngra bizgagina qaytarilursiz. Iymon keltirib, yaxshi amallarni qilganlarni jannatdan ostilaridan anhorlar oqib turgan boloxonalarga joylashtirurmiz. Unda mangu qoluvchilardir. Amal qiluvchilarning ajri qanday ham yaxshi. Ular sabr qilgan va Robbilarigagina tavakkul qiladiganlardir. O'z rizqini ko'tara olmaydigan qanchadan qancha jonzotlar bor. Ularga ham, sizlarga ham Alloh rizq beradir va u o'ta eshituvchidir, o'ta biluvchidir. Agar ulardan kim osmonlar va yerni yaratgan va quyoshni yu oyni beminnat xizmatkor qilgan deb so'rasangiz, Alloh derlar. Bas qayoqqa o'girilib ketmoqdalar. Alloh o'z bandalaridan xohlagan kimsaning rizqini keng qilur va tor qilur. Albatta Alloh har bir narsani o'ta biluvchidir. Agar ulardan osmondan suv tushirib, u bilan o'lgan yerni tiriltirgan kim deb so'rasang, albatta ular Alloh derlar. Sen Allohga hamd bo'lsin deb ayt. Yo'q, ularning ko'plari aql yuritmaslar. Bu dunyo hayoti faqat o'yin kulgidan iboratdir. Agar bilsalar, oxirat diyori ana o'sha haqiqiy hayotdir. Ular qachon kemaga minsalar, Allohga, uning diniga ixlos qilgan hollarida duo qilurlar. Najot berib, ularni quruqlikka chiqarsa, banagoh shirk keltirurlar. Ularga bergan narsamizga kufr keltiraversinlar va bahra olaversinlar. Bas tezda bilurlar. Biz ularga haramni omonlik joyi qilib qo'yganimizni ko'rmadilarmi? Holbuki ularning atrofida odamlar zudlikda olinmoqdalar. Ular botilga iymon keltirib, Allohning ne'matiga kufr keltirurlarmi? Allohga nisbatan yolg'on to'qigan yoki o'ziga kelgan haqni yolg'onga chiqargan kimsadan ham zolimroq kim bor? Kofirlarga jahannamda turar joy yo'qmidi? Biz uchun jiddiy jahd qilganlarni o'z yo'llarimizga hidoyat eturmiz. Albatta, Alloh yaxshilik qiluvchilar bilandir.